Assalomu alaykum. Bu video darsligimiz orqali O'zbekistonda ko'p qurilish kompaniyalari marketingda yondashuvida qilayotgan 3 ta xatoni tahlil qilamiz. Bu xatolarni biz ishlab kelgan loyihalarimizda loyihani hozirgi holatni tahlil qilayotganimizda eng ko'p uchragan xatolardan aniqlab oldik va bu analizda ushbu yondashuvlar oqibatida sotuvlarni nolga tushirib yuborgan kompaniyalar ham uchradi. Siz ham qurilish kompaniyangiz bo'lsa yoki qurilish kompaniyasining marketingi bilan ishlasangiz, ushbu xatolarni qilmasligingiz va qisqa muddatda stabil hamda tizimli sotuvlarni yo'lga qo'ya olishingiz uchun ushbu darslikni ishlab chiqdik. Keling, darslikni boshlashdan oldin o'zim haqimda qisqacha tanishtirib o'taman. Ismim Bobur Mirzanimatov. Qurilish kompaniyalari va siz tanigan ko'plab brendlar marketologman hamda Allsite marketing agentligi asoschisiman. Maxsus marketing yondashuvlari orqali loyihalarimizga stabil va tizimli sotuvlarni yo'lga qo'yib berish bo'yicha xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Unda darsligimizni tushuntirishni boshlayman. Asosan qurilish kompaniyalarining marketing yondashuvida kuzatiladigan 3 ta xato. Birinchi xato bu ko'r-ko'rona narx qo'yish va bozor tahlilini qilmaslik. Bu qanday oqibatlarni keltirishini sizlar bilan birma-bir hozir ko'rib chiqamiz. O'zimda, quruvchilarimda bo'lgan shunaqa holatlar, ya'ni ular o'zlari qanaqadir yerda sotib olishgan, yaxshigina pulga sotib olishgan va bu joyga bo'lgan mehrlari 2-3 baravar oshib ketganligi sababli o'zlari xohlagan narxlarni qo'yishgan, xohlagan takliflarni berishgan, oqibatda yaxshi sotuv qila olisha olmagan. Buni yechimi birinchi navbatda bozorda analiz qilish kerak. Ya'ni 3 kilometrdan 5 kilometrgacha bo'lgan diapazondagi konkurentlarni o'rganib chiqish va ularning takliflari, narxlarini o'rganib chiqqan holda taklif yaratish. Ya'ni narxni ham shunga qarab tayyorlash hamda takliflarni ham konkurentlaridan kelib chiqqan holda, albatta o'zlarining ham smetalaridan kelib chiqqan holda o'zlarini o'sha minimalniy marjalarni qo'yib, boshqasini qo'yib, bozordagi narx-navoga taqqoslagan holatda taklif chiqarish. Bu juda ham muhim deb o'ylayman. Buni biz kelgusi keyslarimizda yanada yoritib borishga harakat qilamiz. Ikkinchi xato, juda ham ko'p quruvchilarimda uchraydigan xato bu segmentlash. Ya'ni har bir quruvchi o'zining mijoz portretini aniq bilib olishi kerak. Segmentlashda men qurilish jarayonida 4 toifaga bo'laman. Bular premium class, business class, standart hamda standartdan past bo'lgan segmentlar qatlamiga kiradi. Ular qanaqalar deydigan bo'lsanglar, premium klassga taxminan butun bozorda agar biz hisoblab chiqadigan bo'lsak, 5% dan 7% gacha kirishi mumkin. Bular juda ham emotsional insonlar bo'ladi, ham bular butun jamiyatning eng tepasidagi bo'lgan insonlar va bular yetishib bo'lmaydigan orzularni qilishlarida yaxshi ko'rishadi. Bular uchun narx eng oxirgi darajada turadi. Emotsiya, asosan emotsiyaga o'ynash kerak. Ikkinchisi business class toifasi, bu taxminan bozorning 20-25% ni qamrab oladi. Bularda asosan qulaylik, lokatsiya hamda yon atrofdagi infratuzilmaning mukammalligi juda ham muhim bular uchun. Narxga keladigan bo'lsak, o'sha oxirgi etaplardan biri bu narxga kelib taqaladi. Agar barcha berilayotgan imkoniyatlar to'g'ri keladigan bo'lsa, oxirgisida keyin narxini o'ylab turib, keyin sotib olishga borishadi bular. Undan keyingi etap bu taxminan 50-60% bozorda egallaydi. Bu standart hamda standartdan past bo'lgan klassdagi toifa mijozlar. Bularga birinchi o'rinda narx, qolgan qulayliklar keyingi darajada turadi. Shuning uchun biz avvalambor segmentlashni yaxshi tushunib oladigan bo'lsak, o'zimizning qurilish obyektimiz qaysi segmentga to'g'ri kelishini bilib oladigan bo'lsak, mijozlarining xohish-istaklaridan kelib chiqqan holda va og'riqli nuqtalarini bilgan holda ularga yechim berishadigan bo'lsa, sotuvlari nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Uchinchi xato. Agarda siz birinchi hamda ikkinchi xatolarni qilgan bo'lsangiz ham, qanaqadir mijozlar oqimi baribir ham sotuv bo'limiga kelib tushadi. Sotuv bo'limida eng asosiysi malakali kvalifikatsiyasi yuqori bo'lgan mutaxassislar bo'lishi kerak. Kol operatorlaringiz ham, sotuv menejerlaringiz ham hammasi malakali bo'ladigan bo'lsa, siz o'z vaqtida agar bog'lanadigan bo'lsangiz va sifatli ma'lumotlar beradigan bo'lsangiz, sotuvingiz nisbatan oshishi mumkin. Agar siz ham biznesingiz uchun unikal strategiya tuzdirib, muammolarni razbor qilib berishimizni xohlasangiz, pastda sizga anketa beramiz. Shu anketani to'ldirganlarning ichidan 10 kishini tanlab olib, ularga bepul razbor qilib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Razborda ko'rishguncha.